davolanmasa koma holatigacha yetkazib olib boradi. Qondagi qand miqdorini juda ham tez oshiruvchi mahsulotlar, ya'ni bu gormonni buyurish hayotiy muhim qaror hisoblanadi. Men Yo'ldasheva Dildora Daliko'ziyevna 25 yillik tajribaga ega bo'lgan oliy toifali endokrinolog dietologman. Sizlarga eng ko'p beriladigan savollarga javob beraman. Ya'ni bemorlarimizga qandli diabet tashxisini qo'yganimizda juda ko'pchilik men birinchi tipmanmi, ikkinchi tipmanmi deb savol berishadi va ko'p holatlarda adashtirishadi. Demak, birinchi tip qandli diabet bor va ikkinchi tip qandli diabet bor. Birinchi tip bilan ikkinchi tipni bir-biridan farqi, birinchi tip qandli diabetda asosan bolalarimiz va yoshlarimiz, ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar kasallanadi. Bu holatda organizmda beta hujayralari, ya'ni insulin ishlab chiqaruvchi hujayralarni shikastlanishi va nobud bo'lishi oqibatida kelib chiquvchi kasallik hisoblanadi. Ya'ni organizmimizda absolyut va nisbiy insulin yetishmovchiligi kelib chiqadi. Bu yetishmovchilik oqibatida qondagi qand miqdori keskin ortib ketadi. Qon va siydikda ketonlarni miqdori oshishni boshlaydi. Bu esa organizmni zaharlaydi va oxir oqibatda davolanmasa koma holatigacha yetkazib olib boradi. Shuning uchun birinchi tip qandli diabetning davosi bitta, u ham bo'lsa insulin terapiya. Insulin terapiya buyurganimizda juda ko'p bemorlarimiz bu gormon qabul qilishdan bosh tortishadi, bu o'rganib qolinmaydimi degan g'alati savollar berishadi. Aslida bu organizmimizda ishlab chiqarilayotgan gormon, uni yetishmasligi oqibatida biz uni o'rnini to'ldirish uchun tashqaridan insulin buyuramiz. Bunga hech qanaqa o'rganib qolish degan so'z juda ham noo'rin hisoblanadi. Ha, insulin bu gormon va u oqsil tabiatli bo'lgan gormon. Shuning uchun ham farzandlarimizni, bolalarimizni va yoshlarni hayotini saqlab qolish uchun bu gormonni buyurish hayotiy muhim qaror hisoblanadi. Ikkinchi tur qandli diabet. Ikkinchi tur qandli diabet birinchi turdan farqi, bunda organizmimizda insulin yetarli bo'ladi. Lekin organizmda semizlikda, gipertoniya kasalliklarida yoki nasliy moyillik, juda ham ko'p stresslar va boshqa kasalliklar oqibatida qandli diabet rivojlanadi va bu kasallikni biz ikkinchi tip qandli diabet deb ataymiz. Ikkinchi tur qandli diabetda insulin normal holatda bo'ladi, lekin bizning to'qimamiz u insulinni yaxshi sezmasligi oqibatida qondagi qand miqdori keskin oshishni boshlaydi. Buni oldini olish oson. Buning uchun biz u insonlarga sog'lom turmush tarzini tavsiya qilamiz. Birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish va albatta doimiy harakatda bo'lish va kunlik rejimiga rioya qilish hisoblanadi. Ba'zan shuni o'zi ham yetarli bo'ladi va organizm yana normallashadi. Lekin agar qondagi qand miqdori normallashmasa, biz ko'pincha medikamentoz davoga yondashamiz. Ya'ni qondagi qand miqdorini pasaytiruvchi preparatlarni buyuramiz. Ya'ni sog'lom turmush tarzi bilan birgalikda qondagi qand miqdorini pasaytiruvchi preparatlarni birgalikda qo'llaymiz. Ya'ni kombinatsiya. Ba'zan bu ham yetarli bo'lmasa, biz ikkinchi tur qandli diabetda ham insulin terapiya buyurishimiz mumkin. Bu bilan birgalikda biz organizmni asoratlarini oldini olamiz va qandli diabetni kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Birinchi tur qandli diabetda ham, ikkinchi tur qandli diabetda ham ba'zan qondagi qand miqdorini me'yorlashtiruvchi preparatlar va insulin terapiya buyurganimizda bemorlarimizni tushunchasi bo'yicha parhez qilmasak ham bo'ladimi degan savol juda ko'p beriladi. Yo'q,
Birinchi turda ham, ikkinchi turda ham albatta parhezga rioya qilish shart va bu muhim. Buning uchun ratsiondan birinchi navbatda uglevodlarni, ayniqsa sodda uglevodlarni, qondagi qand miqdorini juda ham tez oshiruvchi mahsulotlar, ya'ni shirin ichimliklar, shakarga aloqador bo'lgan hamma mahsulotlar, xamir mahsulotlari, un mahsulotlari, qovurilgan va yog'li ovqatlarni ratsiondan chiqarishni buyuramiz. Shu bilan birgalikda shirin mevalar, ya'ni qovun, tarvuz, banan, ananas, turshak, o'rik, olxo'ri, xurmo kabi mevalarni ham ratsiondan chiqarishni buyuramiz. Yana aytib o'tishim kerakki, agar siz qondagi qand miqdoringizni o'zingiz nazorat qila olib va me'yorda ushlay olsangiz, hamma mahsulotlarni iste'mol qilishingiz mumkin. Faqat me'yorga rioya qilishni unutmang. Ma'lumotlarimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuborib qo'ying.